Assalomu alaykum darvoza olam. Yana darvozalarimiz 2025-yilda trendda bo'lib turgan Samarqand fason darvozamiz 3 qavatlik full variantdagi darvozamiz tayyor bo'ldi. Darvozamiz Namangan shahridan Buxoro shahriga dastlabki ustunukalarni qilib beramiz. Darvozalarimiz kvadrat metr 1 kvadrat 1 million 600 ming so'mdan. Darvozamiz optik holatda tayyor bo'lishi 33 million so'mga tayyor bo'ldi. Ichiga ham 20 sm nerjavalarni ishlab berganmiz. Tashqariga 40 sm dan tumbali variantda ko'rishingiz mumkin. Darvozalarimizga ishlatilgan material 2 qavat 1.8lik, 3-qavat 4-liklarda ishlatganmiz. Stoykalarimiz ikkita stoyka 12 lik rossiyskiy shiveller, teglari ham 12 lik rossiyskiy shiveller bo'lgan. Kraskalar avtomobilning o'sha toza banishli kraskalarda ishlatganmiz. Laklarimiz avtomobilning gruntovka avtomobilning rang laklarda ishlatganmiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Dastlabki ustunukalarimiz O'zbekistonning 12 ta viloyatiga besplatniy holatda bo'linadi. SNG davlatlariga ham qo'shimchasiga kelishuv asosida dastlabki ustunukalarni qilib beramiz. Ekrandagi nomerlarda WhatsApp, Telegramlar bor. Nomerlarimiz 93 285 43 43. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar.